Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Parranda ishqibozlari, sizlar bilan birgalikda mana endi inkubatorimizni ishga tushiramiz. 12 talik inkubator, hamma yo'g'i avtomat. Fully avtomatik degan yozuvligini oldik. Bu yerda UPS akkumulyatorlarga uladik. Svet o'chganda bemalol o'zi avtomatik yana ishini davom ettiradi. Svet o'chganda hech qanday uzilishlar bo'lmaydi. Inkubatorimiz 12 talik inkubator. Mana 12 ta tuxumimiz bor. Hozir shularni qo'yamiz. Sizlar bilan birgalikda shularni qo'yamiz. Va 21 kun davomida kuzatuvda bo'lamiz. Nechta ochib chiqadi? Bu biz uchun tajriba. Birinchisi 21 kun ichida qancha ochib chiqadi ko'ramiz. Hozir bugungi sana 9-aprel. 9-aprelda qo'yyapmiz. Xudo xohlasa may oyining 1-kunlariga sizlar bilan jo'jalarni ochib chiqishini kuzatamiz. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa hammamizga.